Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Benamoz kofir bo'lgandan keyin uni kofir demaganlar ham kofir bo'ladimi? Yoki uni kofir deb e'tiqod qilsa-yu, do'st tutib yursa, shu odamning hukmi nima bo'ladi? Murtad bo'ladimi debdilar. Bu borada benamozlik haqidagi darslar qo'yib borilyapti guruhda. Shularni eshitishlarini tavsiya qilaman. Ikkinchidan, benamozlik kofirligi mana u qabrga sig'inayotgan, but sanamga sig'inayotgan mushrikning kofirligidek emas. Ya'ni u qabrga sig'inayotgan, but sanamga sig'inayotgan odamning kofirligida zarracha shubha ham, ixtilof ham yo'q. Lekin mana bu benamozlik kofirligida katta shubhalar, katta olimlarning fatvolari uni kofir emas deganlar ham bor. Shuning uchun bunda katta shubhalar bor. Masalan, Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiylar mazhabida uni katta kufr deyishmagan. Endi aksar ulamolarda katta kufr deyilgan bo'lsa ham katta kufr emas degan mana bular ham bo'lgandan keyin bu shubha deyiladi. Shubha bo'lganligi sabab bir inson u benamozga takfir chiqarmasa, biz uni kofir deya olmaymiz. Modomiki hamma narsasi qolgan ibodatlari tavhidi joyida bo'lib tursa. Ya'ni uni kofir demaganni deyapman. Benamozni kofir demaganni kofir deya olmaymiz. O'sha kofir demagan boshqa ibodatlari tavhidi joyida bo'lib tursa. Unga bu narsalar tushuntiriladi. Bunda ixtilof borligi, ixtilofga ya'ni bir ko'zni ochibroq qarashlik kerakligi tushuntiriladi. Lekin bu bilan shuni o'zi bilangina takfir chiqarilmaydi. Chunki mana Ibn Taymiyya rahimahulloh, Ibn Qoyyim rahimahulloh, Imom Ahmad rahimahulloh benamozni kofir deganlar. Zarracha shubha yo'q deganlar. Va kofir demagan Shofiy mazhabidagilar bilan va Maliki mazhabidagi Abu Hanifa mazhabidagilar bilan tortishganlar. Lekin ularda birortasiga takfir chiqarmagan bu imomlar. Sizlar benamozni kofir demayapsizlar, o'zingizlar ham kofir bo'ldinglar demagan. Shuning uchun bu narsada g'ulu ketilmasligi kerak. Bu ixtilofiy masala ya'ni. Ikkinchidan, bu benamozni kofir deb e'tiqod qilsa-yu, lekin do'st tutsa bo'ladimi debdilar. Do'st tutishlik degan ma'noni bu yerda aniqlab olish kerak. Nima qilib do'st tutadi? Shunchaki dunyoviy muomalada oldi-berdi qilib, go'yoki ana bunga ishini bitirish uchun yaxshi muomala qilgan kishi bo'lib ko'rinsa, u insonni islomga boshqa jihatdan zarari tegmayotgan bo'lsa, bunda hech qanday yomonlik joyi yo'q. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "La yanhakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid-dini va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim." Alloh sizlarni qaytarmaydiki, sizlarga dinda jang qilmagan, sizlarni yurtlaringdan quvib chiqarmagan kofirlarga nisbatan adolatli bo'lish kerak bo'lsa, ularga yaxshilik qilishdan ham qaytarmaydi degan. Ana bu agar benamoz ham shunaqa bo'lsa, bizda dinimizga qarshiligi yo'q bo'lsa, bizga nisbatan u yurtimizdan quvib chiqmagan bo'lsa, unga nisbatan adolatli bo'lish, gohida kerak bo'lsa uni islomga tortish uchun yaxshilik qilishdan ham qaytarilmagan yuqoridagi oyatga binoan vallohu alam.